Avtosportning drift yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionatining bu yilgi bosqichida ishtirokchilar soni yanada ortdi. Hamyurtlarimiz qatorida qo'shni mamlakatdan avtomobilni murakkab boshqarish uchun Toshkentga kelgan poygachilar mashg'ulotlarni o'tkazib, saralash poygasida mahoratlarini namoyish etishdi va bu orqali sovrinli o'rinlar uchun start oladigan tarkibni aniqlab olishdi. 21 mart kuni start olgan drift bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionati ishtirokchilari musobaqani ikkinchi kunini erta tongda mashg'ulotlar bilan boshlashdi. Asosiy e'tibor avtomobillarni sozlab borishga qaratildi. Ishtirokchilar orasida o'tgan yilgi g'olib va sovrindorlar qatorida debyutantlar ham o'rin olgan. Moshinani yig'ish bo'yicha, qatnashish bo'yicha oldindan men o'rtoqlarim servislik ustalar постоянно shu bilan shug'ullanib kelishgan. Oldinligida yurganman, ko'rib kelganman, qiziqish bo'lgan. Shu bilan mana biz ham sekin mashina yig'dik. Albatta menga servislik og'aylarim, qatnashib yurgan sportchilar maslahat berishdi, qanday правильный yo'nalish qilish, qanaqa ketish dalishi. Mashinani yig'ilgandan keyin albatta test qilamiz, olib borib, Samarqandda bizning o'zimizning bazamiz bor, joyimiz, u yoqqa olib borib test qilib, tekshirib, yurib ko'ramiz. Nastroykalarni o'zgartiramiz, qanaqadir o'zgartirishlar kiritamiz. Xudo xolisa mashina yaxshi, o'zini yaxshi ko'rsatyapti. Tashkilotchilarning e'tirofiga ko'ra, joriy yil qatnashchilar soni ortgan. O'zbekiston Milliy avtomobil va karting federatsiyasi chempionat bosqichlari sonini ham oshirgan. Впервые вообще чемпионат по дрифту. Drift bo'yicha ilk musobaqa 2024-yildan boshlandi. Unda ishtirokchilar Samarqand va Toshkentda o'tgan bosqichlarda startga chiqishgan edi. Musobaqa yakunlariga ko'ra, O'zbekistonning eng yaxshi drift ustasi Dilshod Yusupov FIA Motorsport o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritib, u yerda jahonning eng kuchli drift ustalariga qarshi poygalarda qatnashdi. Bu yil chempionatni 5 ta bosqichda o'tkazamiz. Chempionatning ilk bosqichida 3 ta mamlakatdan 30 dan ortiq poygachilar mahoratlarini sinab ko'rishadi. Avtomobilni yo'nalishga sozlab olgan kerakli shinalarni taqqan poygachilar asta-sekin shiddatni oshirishdi. G'ildirak rezinasini qizdirib olgach, gazni oxirigacha bosib tezlikni oshirishdi. Driftda esa tezlikni me'yorda ushlash, avtomobilni his etish, uni og'irligidan foydalanish, burilish burchagini to'g'ri tanlash muhim. Ana shu jihatlar driftchilarga yakuniy g'alabani taqdim etadi. Final urinishlarini esa 23 mart kuni Sport telekanalida kuzatib boring.